Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Demak, bugun sizlar bilan keyingi darsimiz bu lizing haqida gaplashib o'tamiz. Lizing degani nima degani? Oddiy o'zi aslida lizingga misol keltiradigan bo'lsam, lizing bu non-current assetni vaqtinchaga ijaraga olib turish. O'zbek tilida arendada. Hozir O'zbekistonda ham lizing shartnomalari ko'payyapti. Ko'p korxonalar ochilyapti lizing bo'yicha va bu aytiladi lizing. Tak, misol bo'lishi mumkin. Hayotda ko'rganmizmi? Ha. Bundan oldin bir o'quv markazida ishlagandim. U o'quv markaz keyinchalik maktab shakliga o'tdi. Maktabda biz ko'rdik 7 ming kvadrat metr edi. U joy keyin arendaga olingandi. 75 ming dollarmi shunaqa edi oyiga. Bu lizingga ta'rif bo'lishi mumkinmi? Albatta bo'lishi mumkin. Bu uzoq muddatli va non-current asset, ya'ni land ijaraga olinayotganda bu albatta lizingga misol bo'la oladi. Oddiy tilda tushuntirganda arenda. Bizda lizing oid bo'lgan quyidagi atamalar bor. Lease o'zi bu haqida gaplashib o'tdik nimaligini. Lessor degani shu lizingga berayotgan odam. Ya'ni o'sha egasi, aktiv egasi va ijaraga beruvchi. Lessee ijaraga oluvchi bo'ladi. The entity that provides the right to use an underlying asset. Ya'ni buni ingliz tilidagi ta'rifi buni yodlab olasizlar. Chunki ko'pincha nimalarda berib qolishi mumkin teoriya chastlarda. Right of use. Right of use bu aktivdan foydalanish huquqi qanchadir vaqt mobaynida. Let's see accounting. The basic principle deyapti. Qaranglar, men nimaga kirib tushuntirganim yaxshi bu. Zoomdan ko'ra Excelga. 1 minute. Demak, Excelda ochib qo'ydik. Endi birinchi bo'lib definition aytib olsak, hammasini umumiy bir joyda men jamlab sizlarga yaxshilab tushuntirib beraman. The basic principle deyapti. Lease boshlanganda deyapti. Lease ya'ni o'sha ijaraga oluvchi o'zida ham lease liability yaratish kerak, ham majburiyatni, ham aktivdan foydalanish huquqini. Bu o'xshab ketadi, xuddi siz aktivni bankdan qarz olib, masalan, sotib olyapsiz. Uzoq muddatli qarz uchun bitta aktivni sotib olyapsiz. Shunga o'xshab ketishi mumkin. Faqat farqi nima? Aktiv sizda o'zida qolish yoki qolmasligi bor. Buni aktiv sizda qolishi uchun, masalan, lizingdan keyin aktiv ba'zida qolishi mumkin ijarachida. Bu uchun sizda bor aktivning useful life'i va lease term bor. Lease term. Lease term katta yoki teng bo'lishi kerak. Endi katta bo'lishicha qiyinku, no teng bo'lishi kerak useful life'dan yoki katta ham bo'lishi mumkin. Useful life'dan katta bo'lsa, bu degani aktiv o'zida qolyapti degan. Ya'ni buni o'zingizda aktiv sifatida уже haligi lizing oldim demasdan shu qarashingiz mumkin. Men aktiv sotib oldim uzoq muddatli qarzga. Debt jalb qilib aktiv sotib oldim deyishingiz mumkin. Masalan, yana ham chuqurroq kiradigan bo'lsak, A kompaniya bor edi bizda. A kompaniya sotib landni ijaraga olyapti va lizing bo'yicha 8 yil ekan. Land demaylik. Land deyish xato, chunki landda useful life cheksiz. Masalan, non-current asset bo'lishi mumkin plant, masalan. 8 yilga masalan lease term bo'lyapti. Lease term. Useful life useful life masalan bo'lishi mumkin 8 yil yoki 7 yil. Shu holatda nima qiladi kompaniya desa, endi aytadi o'zini buxgalteriyasida debit va non-current asset. Kreditda debit deb yozishi mumkin yoki loan deb yozishi mumkin. Debit yoki loan. Xuddi men aktivni ijaraga oldi uzoq muddatli qarz jalb qilib yoki uzoq muddatli kreditga oldim deb turib ko'rish mumkin shu holatda. Qaysi holatda edi? Albatta lease term agar aktivning useful life'idan uzoqroq bo'lsa. Demak, davom etamiz. The initial measurement of lease liability deyapti. Lease liability bu aytiladi lease paymentlarning present value'si. Ya'ni
Sizga berilgan garantiyalar bo'lishi mumkin, purchase optionlar bo'lishi mumkin, certain to be exact yoki lease termination penalties, hammasi bu sizga kiradi aktivning lease liability'ni birinchi bo'lib o'lchash uchun. Discount rate ishlatiladi bu uchun. Biz gaplashib o'tganmiz print value qaytarish haqida. Initial measurement of the right of use asset. Ya'ni right of use assetning initial measurement'i qanday bo'ladi desa, bu costda bo'ladi. Costga kiradi bu lease liability. Bundan tashqari leasingdan oldin qilingan masalan xarajatlar, legal xarajatlar bo'lishi mumkin. Qanaqadir notarius bo'yicha qilingan xarajatlar. Yoki masalan shu lizingga olish uchun kimnidir yollash oqibatida masalan kompaniya yollashi mumkin. Qanaqadir uchinchi xodimni ishlatishi mumkin. Bu ham agar kompaniya tomonidan xarajat bo'lsa, bu ham kirib ketadi right of use'ga. Nima uchun kirib ketadi desa, chunki biz aktivni olish uchun xarajat qilyapmiz. Bizda aktiv uchun qilingan xarajatlar capitalize bo'lardi. Xuddi shu narsa bu yoqda ham ishlaydi. Lease term deyapti, cancelable period plus periods covered by an option to extend. Ya'ni lease term o'zi qanday o'lchanadi desa, shu umumiy qanchaga kelishilgan bo'lsa, shuncha qilsa masalan aytildi 5 yilga men aktivni senga beraman desa 5 yil bo'ladi. No xohlasang 5 yildan keyin, ya'ni 2 yilga qo'shimcha olishing mumkin desa, shu 2 yilni qo'shimcha olish yoki olmaslikka qarab savolda bu aytiladi. Siz 7 yil yoki 5 yil deb belgilashingiz mumkin. Subsequent measurement of lease liability. Keyinchalik lease liability bu interest orqali ko'payib boradi. Bu haqda hali ko'rsatib beraman. Advance based arrears. Buni ham o'tamiz hali. Subsequent measurement of right of use. Cost moduldan foydalanadi deyapti, ya'ni costdan accumulated depreciation yoki impairmentlarni doim ayirib boramiz. Depreciation period, bu depreciation period ownership transfer bo'ladigan bo'lsa, bu haqda ham hozir men aytib o'taman. Exemption, simplified treatment, lease deyapti, can elect to a right of use asset and lease liability if the lease is short term for a low value asset. Bularni ham aytib o'tamiz. Demak, biz asosiy bu yoqda gaplashishimiz kerak bo'lgan nazariy qism qolmadi. Hozir endi Excelga o'tib hammasini tahlil qilib chiqamiz. Bitta case yarataman o'zim va xuddi shu bo'yicha nima qilamiz. Tak, A company has acquired a right of use asset or a plant from B company for 5 years. Masalan, o'zim uchun tuma yaratib olyapman. 5 yilga aktivni ishlatish uchun huquqli. The lease term, the lease payments includes masalan 2 million payments in advance. Oldindan qilinadigan paymentlar. Xo'sh, yanachi 5 yil davomida oldindan qilinadi. Moreover, the lessee spent additional incentives of 40K for legal cases and transferring 50K, ya'ni transport xarajatlari olib borish 50 ming dollar bo'ldi va qanaqadir shu legal bo'yicha maslahat olish bu 40 ming dollarga tushdi. But also the lessor has also spent 60K for contract nima bo'lishi mumkin? Transactions. Maybe qanaqadir kontrakt bo'yicha bo'lgan narsalarga lesser ham pul sarfladi. Yana nima? Useful life of the asset is 80 years. Active useful life first 8 yil. Tak. Discount rate deyishi mumkin. Aytishi mumkin implicit rate deyishi mumkin.
is qancha? 13, okey, 10% deylik. Okey, 10%. Mhm. Yana bu yoqdan nima qo'shishimiz mumkin? Initial measurement, okay. The lease term, subsequent measurement of lease liability. Mhm. Payments in advance. Demak, birinchi bo'lib biz leasingda aniqlab olamiz. Lease liability. Lease liability. Tak. Bizga aytilyapti necha yil ekan? 5 yil, okey. 5 yil avvaldan deyapti. Ya'ni olishingiz bilanoq to'lashni boshlaysizda. 10 minute. 0,5, okey. Uh, Payments, discount rate, payments, present value. Tak, bizda discount rate bo'ladi, qaranglar. Topyapman. Birni biru birga bo'lib, ya'ni bizda bor edi discount rate in future value deng 1 plus r protsent. R degani o'sha implicit rate darajada n. N bu nechadir yilligi, to'g'rimi? Tak, ko'paytirilgan present value. Hozirgi qiymati. Endi shu formuladan kelib chiqadi future value bo'lingan 1 plus r protsent ning darajada n'isi. To'g'rimi? Xuddi shunday. Bu nima edi desa, bu discount rate hozirgi summaga qaytarishida biz to'laydigan pulimizda. Menga menga aytmoqchiman, aslida bugun beradigan sizda 2 millioningiz ertagalik 2 millionga teng emas. Bir yildan keyin, 2 yil, 3 yil, ya'ni time value of moneyni biz inobatga olyapmiz. Buni birinchi darsda gaplashib o'tganmiz. Okay. Xuddi shu formula orqali men discount rate yozib olyapman mana. Bir yildan keyin, 2 yildan keyin, 3 yildan keyin, 4 yil, 5 yil. Bizda 2 million. 2 million mana nimalar bor. Bu oxirgisiga bo'lish shart emas. Mana 1, 2, 3, 4, 5. Mana 5 yillik lease term, 5 yil payment qilinadi. Shuni mana yozib qo'shib qo'yishimiz bizga hammasi oxirida lease liability umumiy beradi. Present value of lease liability bizda bo'lyapti 8 million 339 ming 731. Mana. Endi biz topib olishimiz kerak right of use'ni. Right of use assets. Qaranglar, buni formulasini ham shakka yozib ketaman. Right of use assets'ni formulasi present value of lease liability plus incentives by lessee before contract ayrilgan incentives by lessor before a contract. Ya'ni formulani ma'nosi, mazmuni nima deydigan bo'lsa, siz qancha pul to'layapsiz umumiy hisobda, ya'ni shu aktivni ishlatish uchun. Va aktivni ishlatishga shu kontrakt imzolash uchun qancha pul to'ladingiz? Va u boshqa tomondan bo'layotgan xarajatlar qancha? Ya'ni sizga tushayotgan net oradagi haqiqiy farqni topib beryapti. Formulani ma'nosini tushunish kerak bo'ldi. Demak, right of use bizda bo'lyapti. Bizda present value bor. Insentivlar qaysi desa, mana 40 ming yozdim men, to'g'rimi? Ya'ni 40 ming to'layapti. Lessee, ya'ni ijaraga olayotgan odam legal cases uchun va aktivni o'z hisobiga olish uchun 50 ming to'layapti. Lekin 60 ming qanaqadir kontraktlar bo'yicha lastdan pul o'tkazib berdi. Va bizda right of use mana 8 million 369 ming 731. Bu yoqda 339 ming. Yaqinroq son chiqdi, o'zi shunaqa bo'ladi. Tak. Endi buni boshqa joyga qo'yib turaylikda. Right of use endi nima qilamiz desa, bizda bor lease term, to'g'rimi? Lease term necha yildan? 5 yil. Aktivning useful life necha yildan?
Aktivning useful life edi 8 yil. Demak, aktiv bizga transfer bo'lmaydi, uni useful life tugagandan keyin. Nima uchun desa, useful life ko'proq, ya'ni lesserda vaqt qoladi, yana o'zini aktividan foydalanib olish uchun. Shuning uchun list biz 5 yil davomida depreciate qilib boramiz. Right of use depreciation asosan aytiladi qandayligi, no, ko'pincha holatda bo'ladi. Straight line usulida depreciate qilib borasiz yillik xuddi shu summaga va buni olib borasiz expense or P&L, profit or lossga expense bo'lib boradi bu. Tak, endi lease liability bilan nima qilamiz? Lease liabilityni biz bilgan amortized costga qo'yib uni kamaytirib boramiz. Amortized cost demak year x1 qanaqadir x6 bizda bor. Brought forward, ya'ni o'zi aslida lease liability'miz qancha edi? 8,339,761. Payment qancha? 2 million. Tak, endi balans bor bizda va keyin bor bizda interest expense, bu ko'paytirilgan. Biz yozmabmiz discount rate. Yozib discount rate 10%, bu ko'paytirilgan. Bu carried forward. Tushamiz. Okey. Tak, tak. Ada mana oxirgisi kerak emas. Sizlar 'Xuddi shunaqa qilib amortized cost bo'yicha qisqartirib boriladi. Endi bizda hozir o'zimiz tuzganimiz uchun minusda chiqib qoldi. No, o'zi asli hayotda ham xuddi shunaqa ishlaydi. Biz o'zim bankda ishlasam, bankda ham biz ham xuddi shunday qilib olib boramiz. Bankda ham har doim shunaqa ishlaydi, amortized cost usulida sekin lease to'lovlarini, lease liability'larimizni doim depreciate qilib boramiz. Sizlar bilishing kerak bo'lgan narsa nima? Asosiysi bu yerda leasingda yana bor bizda current liability va non-current liability bor. Non-current liability nima degani? Non-current liability sizlarda lease to'lovda aniqda hamma narsa. Leasingda sizda keyingi yil to'laydigan summangiz undan keyingi yil doimiy aniq bo'lib boradi. Tushunarlimi? Ah, Shuning uchun interest expense oshirib borish kerak. Men
Mana voy mana endi mana nol nolga keldi. To'g'ri. Non-current liability degani mana. Hozir. Bu total liability. Yilning oxirida qolgan total liability. Ya'ni endi siz keyingi yillar davomida qancha summa to'lab borishingiz kerak degani bu. Total liability. Tak. А, keyin endi siz уже bilasiz, masalan, keyingi yil to'lashingizda 4,973,704. Bu qayerdan keldi desa qaranglar. Biz ko'rgandik nimada ham, bundan oldin financial instruments mavzusida ham payment avval birinchi bo'lsa, birinchi biz balans topamiz va shu balansda interest expense hisoblanadi. Shu joyda mana payment. Sizda endi non-current lease liability bu bo'lib qoladi. Mana balans. Ikkinchi yilning balansi shu non-current lease liability bo'ladi. Non-current lease current lease liability nima desa, total liability va non-current lease liability orasidagi farq sizda bo'ladi current liability. Xuddi shu aytiladi sizga current liability. Tak. Interest expense boradi sizda profit or lossga. Finance cost from leasing bo'ladi. Borishi, masalan, ustoz in advance emas, masalan, bo'lib qolishi mumkin-ku, in arrears bo'lsa, xuddi shu payment bu balans bo'lmaydi. Hozir buni ham ko'rib ko'ramiz. Tak. Unda summalarimiz o'zgarib ketib qolishiga to'g'ri kelib qoladi. Mana u ham 0 bo'lmaydi. Hozir buni aytaylik in advance bo'lishi uchun. Kelinglar buni yozib qo'yamiz in advance. In advance lease payments. Mana. Tak, in arrears uchinchi. Hozir uni ko'ramiz. Hamma narsa o'zgarib ketib qoladi in arrears. Chunki sizni to'lov muddati o'zgaryapti. Biz to'lov muddatiga qarab write off 100 topgandik. Xuddi shuning uchun endi o'zgarib ketadi qolganlari ham. Chunki lease liability'ni biz boshqa usulda diskontlaymiz. In arrears mana discount rate. Okay. Yes. Buni bir olaylik. Chunki keyingi yilni oxirida bu yilni oxirida bir yil o'tib to'laganingiz uchun bir yil keyingi summani siz olasiz. Present value sifatida bizda bor discount rate 10%. Discount rate 10%. Tak. 1 plus adasda bu yoq. Voy. Mana discount rate'larni yozib chiqdik. Bu yoqqa years emas, payments. Bu yoqqa yozamiz yana biz present value. Payments bizda bor edi 2 million. 200 ming emas 2 million. Buni ko'paytirasizlar. Tushasizlar. Xuddi shuni osonroq formulasi bor. Sum produkt degan. Sum produkt qilib turib, boshidan tortasizlar bunday qilib. Bu yoqdan ham bitta tortsalaring S ni 47sini D 47ga ko'paytir. Masalan, S 48 D 48 ga ko'paytir degan formulani beradi. Mana xuddi o'sha bir xil summani beradi bizga. Mana bir xil.
yozish mumkin lease liability deb. Mana bizda bo'lyapti lease liability 7 million 581 ming 574. Bunda asosan lizingda paymentslar in advance bo'ladi, chunki risk baland in arrearsda. Amortized cost yozamiz yana lease liability uchun. Brought forward years, brought forward yo'q, years. Mana payment for, mana interest expense for, carried forward payment. Mana bizda interest expense ko'paytiradi. Bizda 10% brought forwarddan hisoblanadi endi. Mana 6,339,000. Hozir buni ham ko'rsatib beraman. Mana $17 farq chiqib qolyapti. Bu qanaqadir yaxlitlar hisobiga. No, it's okay. Demak, bizda bor endi non-current liability ma'nosini tushunib olinglar. Non-current degani o'zi, non-current degani 1 yildan ortiq muddatda to'laydiganingiz, to'g'rimi? Shuning uchun 1 yildan keyingi summani olasiz. Mana endi bunda non-current liability bo'ladi, ikkinchi yilning oxiridagi summa. Current liability chi. Current liability bo'ladi endi total liabilitydan, total lease liabilitydan ayirib olamiz. Current liability mana 1,366,025 degan summa sizda current liability bo'lib statement of financial positionga boradi. Right of use chi. Use asset. Right of use biz qo'shdik. Buni oldin 40,000, qo'shdik 50,000, ayirib tashladik 60,000. Xuddi shu summaga aylanadi. 30,000 ko'proq. Demak, depreciation xuddi o'sha, faqat biz topilishni boshqacha qildik. Biz endi ko'rib chiqdik sizlar bilan ikkinchisida in arrears, ya'ni to'lov yilni oxirida to'lanishini. Tak, bizda qoldi sale and leaseback transactions. Transfer sale bo'lishi uchun deyapti. Qaranglar, repo agreementlari bor, ya'ni sale and repurchase degan bo'lishi mumkin. Tasavvur qilinglar, bizda kompaniya bor. Masalan, nima kompaniya deylik? Masalan, bor bitta katta do'konlar tarmog'i yoki ishlab chiqarish kompaniyasi. Bizda bor masalan sirop ishlab chiqaradigan bir kompaniya. Tasavvur uchun sirop ishlab xrustyashka degan kompaniya bor. Sirop ishlab xrustyashka. No, okay. Bu real life example emas. Bu for like просто tasavvur uchun. Xrustyashka kompaniyasi bor. Juda chiroyli yozdim-da. Xrustyashka kompaniyasiga pul kerak bo'lib qoldi. Shu puldan qiynalyapti. Borib bankdan qarz olaman desa, qarz ko'p. Overdraft chiqaraman desa, overdraftda ham уже limit ketib qolgan. Shu holatda u qilishi mumkin. Sell and leaseback. Bankka beradi o'zini aktivini. Masalan, $10 million aktivi bor. $10 million sotyapti-da, bankka aytyapti. Men 5 yil davomida senga interest to'lab yuraman. Menga nimamni yana qaytarib berasan. Xuddi shunda o'zini aktivini lizing qilib qaytaryapti. Bu holat bo'lishi mumkin butunlay sotuv yoki shunchaki lizing bo'lishi mumkin. Qachon transfer deyapti? Sotuv emas. Qachonki kontrol unga o'tmasa. Ya'ni o'zini transfer assetini recognize qilib borsa. Bu deyapti aytiladi loan sifatida ko'riladi. Ya'ni uzoq muddatli qarz olindi. Bir xil-ku ishlashi mana. Shuning uchun. Ya'ni 15-standart ishlaydi bu joyda. Ya'ni aktivni unga o'tkazib, kontrolni butunlay berish uchun. Bu yoqda yana ko'rishimiz mumkin useful life bo'yicha. Masalan, useful life aktivni 5 yil edi.
Lekin kompaniya bankka beryaptida, men 10 yil davomida, keyingi 10 yil davomida ishlataman deyapti. Ya'ni biz ko'rdik lizingda, agar liz term useful life'dan ko'p bo'lsa, aktiv butunlay qoladi. Shu holatda kompaniya endi aytadi, men qarz chiqardim, majburiyat oldim. Ha, aktivni useful life kamroq bo'lsa, unda transfer butunlay kontrol unga o'tmaydi. Unda lizing sifatida keyin o'zini aktivini lizing sifatida ko'rish mumkin. Bu holatda nimasi yaxshi deydigan bo'lsa, kompaniya keshdan qiynalayotgan bo'lganda ishlatiladi asosan repo agreements. Formula bo'ladi: right of use, previous carrying amount ko'paytirilgan lease liability ko'paytirilgan sales proceeds. Uh, right of use qanaqa topiladi desam mana. Loan bo'lib qolganda, masalan siz sotyapsiz, debitda kelyapti sizga cash, kreditda loan ko'rdingiz. Mana aktiv sotyapti, kompaniya sold its current asset for masalan 10 million dollar for the bank and agreed to repurchase the asset for masalan 12 million after 12, masalan after qancha 6 years, masalan 6 yildan keyin aytyapti, men qaytib sota olaman o'zimni aktivimni. Useful life bo'lishi mumkin, masalan 10 yil. Okay. Bu holatda loan sifatida ko'radi, ya'ni lizing sifatida qarash mumkin. Debitda kesh kelyaptimi? Da 10 ming, 10 million masalan kesh kelyapti. Qisqartirib yozyapman. Loan kelyaptimi? Da 12 minglik loan kelyapti. Chunki 12 mingga keyinchalik sotib olaman deganida. Debitda cash, lease liability, keyin carrying amount qancha edi o'zi aslida? Carrying amount of the asset. Endi sizda masalan 9 million deylik. 9 million. Kreditda assetni yana chiqarib olasiz. Credit carrying amount 9 ming. HFP. Mana. Tak. Endi yozasiz debitda right of use. Biz formulasi right of use keyin liability ko'paytirilgan carrying amount bo'lingan cash. Yoki yana ham osonroq tushuntiradigan bo'lsam, debit ko'paytirilgan debit teng bo'lishi kerak kredit ko'paytirilgan kreditga. Xuddi shu holatda ko'paytiramiz 12 mingni 9 mingga va bo'lib olamiz 10 mingga. 10 ming 800 ming. Tak. Endi aktivni sotib olyapti-ku kompaniya. Shu holatda unda bo'lishi mumkin, loss bo'lishi mumkin, yoki qanaqadir masalan profit gain qilib ko'rishi mumkin, to'g'rimi? Uni qanday qilib olamiz desa, bu joyda endi aytamiz debitlarni sum of debits, tak, debit plus debit ayrilgan kredit agar katta noldan bo'lsa, ya'ni debitlar katta bo'lib qolyapti kreditlardan. Bunda bizni to'ldiruvchi balansimiz kredit bo'ladi, to'g'rimi? Chunki nimaga? Debit summa teng bo'lishi kerak kreditga. Shu holatda demak kredit qanchadir bo'ladi. Kredit bu bizga anglatadi. Kreditda nima yotardi? Profit. Bizda agar debit kam bo'lib qolsa, masalan noldan kichik bo'lib qolsa, bizda ikkinchi balansimiz bo'ladi debitda va unga bo'ladi loss. Sizlar eslayapsizlar, bu xuddi o'sha biz o'rgangan F3dagi double entry'lar, ya'ni provodkalarni ikkala tomoni teng bo'lishi kerak edi. Tak. Hozir ko'rib chiqamiz debitmi, kreditmi. Davay debitlardan ayiramiz kreditlarni. 10 ming qo'shilgan 10.800 ayiraman 12 ming, ayiraman 9 ming. Demak minusda chiqib qoldi. Demak bu aytiladi loss. Chunki aktivni arzonga sotib qo'ydi. Ya'ni 200 dollar loss ko'ryapti bu yoqda kompaniya. Shu tranzaksiyaning orqasidan.
Может masalan bu summani olaylik 12 ming. Bunda nima bo'ladi? 12 ming plyus 2 ming ayrilgan masalan 9 ming. Bu bir xil nolga nol bo'lib qolar ekan. 13 ming. 8 ming qilib qo'yaylikda keling amountini aktivni. Right of use ham 8 ming. Loanda masalan 13 ming qilaylik. O'zgartirishimiz kerak edi endi bir nima. Bunda ham loss ko'rib qolyapti. Is liabilities bo'lgan sale proceeds. To'g'ri, to'ppa-to'g'ri qildik. Loss yoki gain ko'rishi mumkin. Gain ko'radigan bitta masalan 14 mingga aktivni olyapti, lekin 13 mingga sotib olaman degani masalan. Shu holatda ko'rib chiqamiz. Debitlarni qo'shamiz. Debitlarga ayiraveramiz kreditlarni. Ayiramiz kreditlarni 429 mana endi plyusda chiqqani uchun aytiladi kredit gain on sale. Bu boradi profit or lossga foyda sifatida. Tak, yana bizda nima qoldi? Mana xuddi shu narsa balancing figure represents, ya'ni balans qiladigan figure bizda debitda bo'lsa, debitda yozilardi xarajatlar, kreditda yozilardi profit. Xuddi shu tomonlama ketyapmiz, xuddi shu qoida bo'yicha. Lease liabilities, spread value of the lease payments, xuddi shu. The rest is proportion of the rights transfer. Buni o'zi savoldan bilsalaring bo'ladi, useful life'dan yoki 15-standart bo'yicha agar bo'ldi sotuv desa, bu degani sotuv bo'ldi. Butunlay sotilib ketdi degani. 15 IFRS 15, 15-standart bo'yicha bo'ldi degani, bu sotildi degani. Demak, bizda darsimiz bugungi leasing bo'yicha mavzumiz shulardan iborat edi. Xayr, charchamanglar, sog' bo'ling.